Qarang, Namanganlik bolaga erga tegan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga sabab? Sababi namanganlik bolalar yoqmaydi menga. Ular meni vkusim emas. Chunki qanaqadir gapiga javob bera olmaydigan bolalar bo'ladi. O'shaning uchun men ularga tegmagan bo'lardim. Namanganda ham способный bolalar bor. Qanaqa bolalar sizni vkusingiz, misol uchun? Normali o'ziga qarab yuradigan bolalar meni vkusim. Namanganda normali bola yo'q-ku. Uyum joyim deydigan namanganlik boladan so'ch kelib, devorurasiz. Yo'q. Nima sabab? Chunki hojin emas, o'ziga qaramaydi. Yoqmaydi. Assalomu alaykum. Hozir ko'rdinglar namanganliklar haqida gapirgan gapini. Birinchi o'rinda namanganlik bolalar hamma joyda gapiga javob beradi. Ikkinchi o'rinda o'ziga qarash bo'yicha tengsiz Namanganda bolalari. Uchinchi o'rinda siz Namanganga kelsangiz, menimcha sizni kerak pirzomatam qilmasa kerak namanganlik bolalar. Og'zimizga kelgan gapni gapiraverma. Endi siz bilmayman, siz kimdir nomidan namanganlik bo'lib gaplashgandir, lekin Namanganda bolalar dastoyinli bolalar. Hech qachon birov orqasidan gapirmaydi ham. Gapiga libbo taraflarga javob beradi, ham chiroy bo'yicha, ham gapi bo'yicha tengsiz namanganlik bolalar. Ehtiyotdan. Namanganning qizlari bilan bolalarga yetadigani yo'q.